Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun sotuvda bo'g'oz sigirlarimiz chiqyapti. Hop, bunisi 5 oylik bo'g'oz. Ikkinchisiga bo'g'oz 5 oylik. Hop. Bunisi gumonda ichida ho'kiz yurgan. Bo'g'oz bo'lishi ham mumkin, qisir bo'lishi ham mumkin. Puli yengilidan varianti puli yengil xudo olsa. Bunisi bo'g'ozi 5 oylik bo'g'oz. 5-oyga o'tdi, 4-oydan 5-oyga o'tdi. Hop, narxi 20 million so'm. Bunisi ho'kiz ichida yurgani, qochgan bo'lishi ham mumkin, qisir bo'lishi ham mumkin. Bunisi narxi hop 19 million. 19 million, 18 million qo'yamiz. Kim olsa bunisi 18 million so'm, bunisi 20 million so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Narigisi 5 oylik bo'g'oz, bunisi qochgan bo'lishi ham mumkin, qisir bo'lishi ham mumkin, gumon. Barchaga rahmat. Puli yengilidan mol qidirib yurgan akalarga jo'natib qo'yamiz bu videoni.